50 mingta xodimni bir vaqtda o'zida boshqara olyapti-da. Sal kech qolgan xodimlarni sharti bilan haydab yubordi bitatdi deydi. Qanaqa haydaymiz? Bu biza 3 yildan beri, 5 yildan beri ishlayapti. Mana milliy brendlar shuni keldida, tizim yo'lga qo'ydida, shuni franchiza sotishni boshladi. Juda katta riskka boryapti deganda-da u. Menga bo'laveradi desa, unday odam ishga olmagin deyapti-da. Lekin endi unaqadan 100 ta bo'ldi deylik. 150 ta, 200 ta bo'ldi. Qanaqa qilib o'qitib beradi uni? Franchizada HR ni o'rni qanaqa? Aslida filiallarda ishlaydigan xodimlarga juda kichkina oylik to'laydi. Nimaga desa, xolasa ketaversin deydi. Qanday qilsa bo'ladiki, xodimlar uzoq vaqt ushlab qolish uchun? Mashina sovg'a qiling, lekin dengki, mashina bu kompaniyaning nomida turadi. Bunda HR bo'limi qanchalik hushyor tortish kerakki, shunaqa muammolar kelmasligi uchun. Biznes egasi aytadiki, men deydi, yaxshi HR olib keldim deydi, $2000 oylik to'ladim. 2-3 oy, 4 oy ishlagandan keyin baribir xayrlashishga to'g'ri keldi. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Biz InFranchise podkastimizni navbatdagi sonini boshlab oldik. Bugungi suhbatimiz xudo xolasa ancha manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, chunki O'zbekiston bozorida HR yo'nalishi bo'yicha kuchli mutaxassis bo'lgan mutaxassis taklif qildik, ya'ni Kozimxon aka To'rayev. Jo'rabek. Kozimxon aka, marhamat Kozimxon aka, o'zingiz tanishtirsangiz. Rahmat. Avvalambor Jo'rabekka taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Men o'ylayman, O'zbekiston bozorida ham sizlarni olib borayotgan ishinglar, ya'ni franchiza sohasini rivojlantirish juda muhim. Va bugungi suhbatimizda xudo xolasa imенно franchiza biznesida HR o'rni, HR deganimizda xodimlarni tizimli boshqaruvi qanchalik muhimligini xudo xolasa bugun suhbatlashamiz. Men o'ylayman, hamma kuzatuvchilarimiz uchun ham bu manfaatli suhbat bo'ladi. Rahmat. Kozimxon aka, misol uchun deylik, qaysi soha rivojlansa, o'sha soha uskilashib ketyapti-da. Mana misol uchun Turkiyada deylik, tekstil sohasi rivojlandi deylik. Tekstilda misol uchun tekstil sohasi rivojlangandan keyin u yerda mana shunaqangi uskilashdiki, chaqaloqdan, ya'ni 0 oydan 24 oygacha bo'lgan chaqaloqlarning o'sha alohida do'koni paydo bo'lyapti-da. Masalan deylik, misol uchun Eda Baby deydi. O'sha ichida kirsangiz, mana chaqaloq tug'ildi, 2 yoshgacha bo'lgan chaqaloqqa nima kerak bo'lsa, hammasini o'sha do'konda topsa bo'ladi. Masalan, soska bormi, koleska bormi, novorojdenka bormi, o'sha do'kondan olinadi-da, o'sha do'konni tizimlashtirib, ya'ni o'sha do'konni alohida brend qilib, top and mind, odamni esiga chaqaloq tug'ildi, o'sha magazin esga keladigan qilib uskilashib ketyapti-da. Endi xuddi shunaqa franchiza sohasi ham O'zbekistonga kirib kelyapti. Misol uchun deylik, hozir qanaqangi mana marketing bo'limi, mana biznesda ustunlar bo'ladigan bo'lsa, yuridik bo'limi, marketing, HR, IT, o'sha sohalarda ham ya'ni bo'linib ketyapti-da. Mana misol uchun deylik, marketing oladigan bo'lsak, o'sha marketing ham brand marketing, trade marketing o'sha ikkiga bo'linib boryapti-da. Xuddi shunaqa HR ni o'rni oddiy, ya'ni misol uchun klassik biznesdagi biznesdan franchiza biznesini HR farq qiladimi? Nima uchun unday deyapman? Chunki mana misol uchun Domino'sni oladigan bo'lsak, Domino's dunyo bo'ylab 17 mingta tarmoqqa, ya'ni shoxobchaga egada. 17 mingda misol uchun bitta do'konda, pitseriyada 10 tadan 30 tagacha bo'ladigan bo'lsa, shuni o'rtasini 15 ta deb oladigan bo'lsak, 17 mingda 15 ko'paytirsa 250 mingta xodimni bir vaqtda o'zida boshqara olyapti-da. O'shanga, ya'ni franchizada HR ni o'rni qanaqa? Endi franchiza biznesida oladigan qarasak, mana misol uchun franchiza degani men uchun bu tizim deyman. Misol uchun franchizasini sotish, franchiza berish degani bu tizim sotish hisoblanadi. Chunki franchizada tizim bo'lmasdan turib, bu narsani masshtablashtirish qiyin. Masshtablashtirish imkonsiz bo'lgan narsa. Shuning uchun любой biznesda olib qaraydigan bo'lsangiz, bu biznes misol uchun franchiza qilinadimi bu biznes yoki qilinmaydimi? Baribir bu narsada tizim kerak. Tizimni kim quradi, qanaqa quriladi desangiz, tizimni qurishda HR o'rni juda muhim. 3 ta asos bor biznesni tizimlashtirishda. Demak, birinchisi bu har bitta xodimingizni nima ish bilan shug'ullanishini aniq bilishi. Bu qanaqa ifodalanadi desangiz, lavozimiy yo'riqnomasida. Ikkinchisi, har bitta xodimingiz kompaniyada nima qilish mumkin, nima qilish mumkin emasligini aniq bilishi. O'zining haq-huquqlarini, majburiyatlarini bilishi. Bu ichki nizom qoidalarida aks ettiriladi. Va uchinchisi, o'zining ishini qanaqa qilib
eng zo'r ravishda qilish mumkin. Bu Mhm. narsa standart operatsion protseduralar, ya'ni standartlar orqali ifodalanadi. Bu narsani kim qiladi desangiz, bu narsani HR qiladi. Shuning uchun ham bu biznes misol uchun franshiza modelda ishlaydigan bo'lsa, albatta bu tizim kerak. Endi franshizada ishlamaydi bo'lsa, unda ham tizim kerak. Baribir tizim kerak. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, HR bo'limi birinchi tizimni yaxshi yo'lga qo'yib, keyin xodimlarni olishlik yoki keyinchalik franshiza sotishlikka ruxsat berishlik kerak ekanda. Demak, Kozimxon aka, mana misol uchun franshiza yo'nalishi, franshiza modeli O'zbekistonda baribir ko'p bo'lmaganligi uchun, yangi hisoblanganligi uchun o'zimizda kadrlar demak unga ham ya'ni o'qitish kerak ekan. Menda nima demoqchi edim? Mana misol uchun yaqinda o'sha franshiza bo'yicha ba'zi bir mamlakatlarga bordik. Dubayga, keyin o'sha Turkiyaga, Yevropaga. Ularda nimalar bilan HR menejerlari bilan, keyin o'sha yerda sohada yo'nalishida misol uchun GM deydi, misol uchun yoki bitta bo'lim, bitta franshizani PM bo'ladi. O'shani misol uchun menejer deb oladigan bo'lsak, menejerga savol berdimda. Misol uchun sizlarda qayerdansizlar? Ular asosan Pokistondan, Filippindan bo'lgani uchun aytdimki, O'zbekistonda ham bor. Qanchadan? Birinchi aytdimki, bu sohada qanchadan beri ishlaysiz? Xo'p, 7 yil, 10 yil bo'lgan. Bu pastdan ko'tarilib kelganda o'sha menejerlikka kelgan. Ya'ni tizimga ergashib shu darajaga yetib kelganda, ya'ni o'zi bir nimadir ixtiro qilmagan, tizimda ichida ishlagan. Endi ularga savol berdimki, O'zbekistonda shunaqa yo'nalish bo'lsa, sizlar ishlaysizlarmi degan ma'noda savol berdim. Avvalambor ular oyligini so'rasak ham, bizdagi menejerlar ishlayotgan oyligidan farq qilmas ekan, deyarli bir xilda. Keyin o'shalarga savol berdik, ya'ni qanaqa desam, yo'q deydi, O'zbekistondami, qayerda bo'lsa ham Qirg'izistonda ham ishlashimiz mumkin deyapti-da. Men aytmoqchi bo'lganim, qanchalik to'g'ri agar O'zbekiston bozoriga ham o'sha franshiza yo'nalishida ularni menejerini olib kelib 3 oyga yoki bir qanchadir muddatga shu bizning biznesimizda, ya'ni milliy brendimizni tizimlashtirib olib ketishga, ularni mutaxassisini O'zbekistonga olib kelsak qanchalik to'g'ri? Endi bu yerda sohadan sohaga o'zgarishi mumkin deb o'ylayman. Umuman ekspertlarni olib kelib, chet eldan mutaxassislarni olib kelib ishlatish bu qanchalik yaxshi desangiz, buni yaxshi taraflari ham bor, ba'zi holatlarda minus taraflari ham bo'lishi mumkin. Mentalitetga balkim to'g'ri keladi. Plyusi nima desangiz, avvalambor korxonaga yangi qonda kirib kelishi. Sizni o'zingizni misol uchun xodimlaringiz 5 yil, 10 yildan beri ishlaydi, bu yaxshi, sadoqatli. Lekin ular bilgan narsasi faqat mana shu kompaniyadan ko'rgan narsasi. Mana shu ichki jarayonlarni ko'rgan, xodimlaringizni xayolida eng yaxshi narsa mana shunaqa bo'lishi kerak, eng yaxshi jarayon shunaqa bo'lishi kerak degan. Balki hozir dunyo umuman boshqa tizimga o'tib ketgandir. Endi sizni xodimlaringiz dunyoni ko'rmagandan keyin yoki tashqi dunyo bilan aloqasi bo'lmagandan keyin yoki yangi qon kirmagandan keyin u narsani bila olmaydi. Shuning uchun ba'zi holatlarda bu yaxshi. Ekspertni olib kelish, misol uchun mana o'zimizda ham milliy kompaniyalar, fast food sohasida ishlagan kompaniyalar ham chet eldan ekspertlarni olib kelishadi va bu narsa yengillikni olib kelishga bu yordam beradi. Siz balki uni misol uchun tajriba qilib 5 yilda, 10 yilda erishadigan narsangizni bir yangi xodim kelib yengillikni bir 3 oyda olib kirib berishi mumkin, 6 oyda, 1 yilda olib kirishi mumkin. Bu plyus tarafi. Endi minus tarafi nimada bo'ladi desangiz, ba'zi holatlarda endi siz aytganingizdek oyligi bir xil ekan, ba'zi holatlarda endi ekspert kelishi ko'pincha qimmatga tushadi kompaniyaga. Uni misol uchun yo'l kirasini to'lashingiz kerak, uni misol uchun bu yerda yashash xarajatlarini, oilasi bo'lsa oilasini olib kelishini, bolalarini maktabi, bog'chasi va hokazo sizga qimmatroqga tushishi mumkin. Endi yana bitta minusi nima desangiz, bu ko'proq uchadigan minus bu ya'ni mentalitetda qadriyati to'g'ri kelmasligi. Oddiy misol, bir kompaniya bilan gaplashdik. Bizda deyishdi, misol uchun bir mamlakatdan olib keldik ekspertni. Endi u mamlakatni men aytmadim, mayli, aytmayman. U mamlakatda misol uchun juda qattiq qaraladi. Xodimlarning misol uchun disiplinasiga. Endi bizda u ozgina qon-qonimizga singan o'zbekchilik. Xodimlar ozgina kech qolishi mumkin. Ozgina hali tartibsizroq bo'lsa ham biz ko'z yumamiz, andisha qilamiz. U keldi deydi, endi boshqaruvga kelgan, sal kech qolgan xodimlarning sharti bilan haydab yubor deb aytayotdi deydi. Qanaqa haydaymiz? Bu biza 3 yildan beri, 5 yildan beri ishlayapti. Uni to'yi bor, uni gapi bor va hokazosi bor. Siz tushunmaydi deydi. Yo'q, bo'ldi haydab yubor deydi. Kerak emas bu xodim. Nimaga?
2 marta 3 marta ogohlantirish oldi, ya'ni kech qolyapti, bo'ldi, men bilan ishlamayman deydi. Ya'ni balki uni qilayotgani to'g'ridir. Lekin misol uchun sizni kompaniyangizda qo'yilgan misol uchun qadriyat, qo'yilgan qanaqadir muhit ga u to'g'ri kelmasligi mumkin. Shu nuqtai nazardan men o'ylayman, ekspertlarni endi ko'rib olib kelish, lekin siz aytganingizdek, misol boshqa filiallarda, boshqa mamlakatlarda franshiza sohasida ishlayotganlar kelsa, bu yaxshimi? Menimcha yaxshi. Men o'ylayman, bizda birinchi KFC ochilganda ham menimcha Qozog'istondan olib kelishdi, adashmasam. Xodimlar Qozog'istondan kelib ishlashdi. Chunki birinchi ular Qozog'iston olgandida. Keyin u yoqqa O'rta Osiyo yaqin bo'lgani uchun xodimlar u yoqda. Keyin Rossiyadan Rossiyaga borib o'qib kelib o'sha yaqin joyda tanlaydida. Men o'ylayman, agar franshiza bo'ladigan bo'lsa, balki Yaponiyadan bir olib kelish kerak-da. Bizda hali servis tizimini, servis umuman madaniyatini o'zgarishiga bu ham bir sabab bo'ladi. Siz misol uchun mana hammaga aytaman bu narsani. Yaponiyaga borsangiz, ertaga sizga bo'layotgan xizmat sifatini ko'rib, ko'p joylar yoqmay qoladi sizga. To'g'ri. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, u balki kelsa, bizneslar ko'radi, mana deydi, konkurentim shunaqa qilayotgan ekan deydi, yoki mijozlar kelgandan keyin u servisni ko'radi, keyin boshqa joyga borsa, xodim telefon o'ynab o'tirgan bo'lsa, san deydi, qanaqa telefon o'ynab o'tirishing mumkinman deydi, mijozman deydi. Hozir hamma normal qaraydi bu narsaga. Nimaga? Chunki hamma yoqda shu narsani ko'rgan, boshqacha bo'lishini tasavvur ham qilolmaydi. Lekin Yaponiyada bir joyga borsangiz, bir xodim mijozni oldida hech qachon qo'lida telefonni ko'rmaysiz. Hech qachon. Telefon bo'ldi degani mijozga nisbatan juda qattiq behurmatsizlik bo'ldi degani. Mana milliy brendlar shuni keldida, tizim yo'lga qo'ydida, shuni franshiza sotishni boshladi. Lekin u yoqda yillar bo'yi 3 yildan beri ishlab kelayotgan xodim uni bilmaydi-da, ya'ni qanaqa bo'lish kerak. Shunda o'zi aslida HR bu franshiza yo'nalishida alohida bir HR bo'ladimi yoki bir qanaqadir uni o'qish kurslari bormi? Qanday qilsa mana o'zimizning milliy brendlar HR bo'limiga, ya'ni xodimlarga yechim topa oladi. Chunki hozirgi kunda nima bo'lyapti? Franshizasini sotib olyapti-da. Xodimiga, mana yaqinda ham bitta holat bo'ldi. Viloyatdan sotib olgan franshizani xodim deb o'qitib berasan deb o'zini amakisini o'g'lini yo kimnidir yuboryapti. Keyin o'qib borgandan keyin franchise, ya'ni franshiza sotib olgan odamni ishlamayman bo'ldi sizlar bilan deyapti. Ya'ni bu yerda 2 oy, 3 oy o'qib ketgan xodimlar уже yana qaytadan o'qitishga to'g'ri kelyapti-da. Ya'ni bunda HR bo'limi qanchalik hushyor tortish kerakki, shunaqa muammolar kelmasligi uchun. O'zi bu yerda mana 2 xil 3 xil masalada hozir siz aytgan keysingizda. Birinchisi, franshizasini sotgandan keyin u xodimlarini davomiy o'sha standartlar bo'yicha ishlashini ta'minlaydigan o'qitish tizimi bo'lish kerak-da. Misol uchun birinchi talab u standartlarni bo'lishi, ikkinchi talab u standartlarni o'sha xodimlar o'rganib bilib tatbiq qilishi. Endi hozir aytayotgan keysingizda o'zini jiyanini, amakisini misol uchun o'g'lini yubordi, u o'rganib kelgandan keyin ishlamayman desa, bu endi franshiza to'xtab qoladi. Nimaga? Chunki u bitta o'rganadigan odam shu edi. Shuning uchun men o'ylayman, franshiza qilib franshizasini sotayotgan taraf bu xodimlarni davomiy to'g'ri o'qitish tizimini ham bilish kerak. Endi faraz qiling, hozir 2-3 ta franshiza sotsa, balki ularni xodimini kelib o'qitib berishga, bular yuborsa o'qitib berishga qurbi yetar. Lekin endi unaqadan 100 ta bo'ldi deylik, 150 ta, 200 ta bo'ldi. Qanaqa qilib o'qitib beradi uni? O'qitish imkoniyati bo'lmay qoladi-da. O'qitadigan bo'lsa, bu уже universitetga aylanish kerak-da, u xodimlarni davomiy o'qitadigan bo'lsa. Shuning uchun bular o'zini o'zi e'lonlaydigan, o'zini o'zi o'qitadigan tizimni yo'lga qo'yish bilish kerak. Avvalambor bu franshizamizdagi filialdagi misol uchun xodimni olsa, uni qanaqa o'qitish kerak? Kim o'qitadi uni? Balki qanaqadir onlayn kurslar bo'lar, onlayn darslar bo'lar. Ularni o'qiydi, o'rganadi va undan keyin imtihon topshiradi. Imtihondan o'tgandan keyin ishga qo'yiladi. Ya'ni o'zini o'zi boshqara oladigan tizimni ko'proq o'ylashni men tavsiya qilgan bo'lardim, ya'ni o'ziga bog'lamasdan bu narsani. Ikkinchi masala, bu yerda o'sha ishga olishda ham shu standartlar bo'yicha ishlaydimi, evlolaydimi, yo'qmi, o'sha narsani ham tizimi bo'lish kerak. Ishga olayotganimizda to'g'ri filtrlar, to'g'ri qo'yiladigan talablar bo'lsa, keyin to'g'ri odam keladi va siz uni o'qitish orqali, adaptatsiya orqali to'g'ri ishga qo'yishingiz mumkin bo'ladi.
Zo'r. Juda to'g'ri aytdingiz deyman. Chunki yaqinda ham chetdan kirib kelgan franshizani ko'rdik. Ya'ni ularda qanaqa qilar ekan? Misol uchun deylik, oyligini 5 million deb belgilagan bo'lsa, mana 1 million deydi, mana kitob deydi yoki mana bu video. O'shani deydi, xohla 10 kunda o'rgan, xohla 1 oyda o'rgangin. Mana shu kitobni, ya'ni protsess qanday ishni yodlab bo'lganingdan keyin o'sha kundan boshlab 5 milliondan oylikni olishni boshlaysan deydi. Zo'r. Ya'ni o'zini o'ziga o'qitishni birinchi ikki xil yo'nalish qilib qo'ygan ekan. Bittasi onlayn o'qitish bor, ikkinchisi bir kishini yuborib o'qitadi. O'sha kishi o'sha yerda o'qitishda, ya'ni o'qituvchiga aylanadi. Ha, zo'r. Ya'ni mana qarasangiz, o'shanda bu уже hech kimga bog'lovli joyi qolmaydi-da. Bu hali mana shu rag'batlantirish tizimi orqali xodimni o'zini ustida ishlashga, o'zini harakatga keltirishga bir sabab bo'ladi. Endi faraz qiling, siz u xodimga 5 million berdingizda, endi borib anu filialda yoki Toshkentda yoki hali bir markazda borib o'qib kelasan dedingiz. Juda katta riskka boryapsiz degani-da u. U xodim borib, misol uchun yaxshi o'qiydimi, o'qimaydimi yoki prosta darsda borib uxlab keladimi yoki mayli yaxshi o'rganib kelgandan keyin uni boshqa sizni konkurentingiz olib ketib qoladimi va hokazo. Yani risklar juda ko'p. Mana McDonald'sda shunaqa tizim qo'yilganki, siz uni yaxshi bilasiz. Mana xodimlarni ishga olish tizimi juda ham hali tez, hatto oyligi juda past. McDonald's bo'lmasa juda muvaffaqiyatli kompaniya, juda puli ko'p, lekin o'sha yerda pastda filiallarda ishlaydigan xodimlarga juda kichkina oylik to'laydi. Nimaga desa, xolasa ketaversin deydi. Nimaga? Qo'rqmaysizlarmi? Yo'q, qo'rqmaymiz. Nimaga qo'rqmaymiz? Chunki ishga olish tizimi juda ko'p. Xohlayotganda ishga kelishga va ishga kelgandan keyin biz uni 2-3 kunda shunaqangi adaptatsiya tizimidan o'tkazamizki, bu xodim ancha yildan beri ishlayotgan xodim bilan bir xil deyarli jarayonda ketaveradi. Nimaga? Hali aytganimdek standartlar bor hammasi. Kartochkani qanaqa qo'rish standarti bor, burgerni qanaqa qilish standartlari bor. Bu hali Amerika ochish shart emas edi. Ya'ni bitta sizni kompaniyangizda o'sha standartlar bo'lgani ham, xodimlaringiz navoda ketib qoladigan bo'lsa ham siz ko'p qo'rqmaysiz. Kelib ular nima qiladi, o'sha jarayonlarni darcha davom ettirib bo'ladi. Keyin kelgan xodimlar. Mana Kozimxon aka, misol uchun, xoh mana O'zbekiston bozorida, xoh franshiza bo'lsin yoki mana milliy brendlar bor, endi franshizaga chiqib kelyapti. O'sha holatda hali boya yuqorida aytganingizdek KFC ga o'xshagan, ya'ni tizimni hali o'rnatib bo'lmagan. O'shangacha bo'lgan holatda, misol xodimini o'qitsa, o'qitish kerak bo'ladi bu tizim qilish uchun yoki o'qitgandan keyin o'sha xodimlar ketib qolsa, o'shanday holatda bu tizimni yo'lga qo'yishguncha holatda qanday qilsa bo'ladiki, xodimlarni uzoq vaqt ushlab qolish uchun? O'zi bu yerda bu ko'p tadbirkorlar uchraydigan bir dilemma bor-da. Xodimni deydi, o'qitish kerakmi deydi. O'qitish kerak, lekin o'qitsam deydi, u xodim ma'lum bir darajaga yetgandan keyin ketib qoladi deydi. Men deydi, sen bo'lib agar konkurentimga ketsa, men uni konkurentim uchun yetishtirgan bo'laman deydi. Shuning uchun kimlardir xulosa qilishi mumkin, demak o'qitmagan yaxshi. Yuraversin, agar ketib qolsa ham achinmayman deydi. Lekin bunda asosiga qarasangiz, sizning kompaniyangizda qisqa muddat bo'lsa ham aqlli, qo'lidan bir ish keladigan odam ishlagani yaxshi, chim uzoq muddatda qo'lidan bir ish kelmaydigan xodim ishlagandan ko'ra. Shunday. Ya'ni bu narsani demak nima qilganimiz yaxshi, ya'ni kelishib olganimiz yaxshi. Ya'ni bu narsaga kelishdik. Demak, aqlli xodim biz uchun yaxshiroq qisqa muddatda bo'lsa ham. Yaxshi, endi ikkinchi masala keladi. Endi bu hop o'qitdik, qisqa muddat emasda, shu uzoq muddat bizga qolsin. Desa, endi shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'qitaylik, yaxshi o'qisin, lekin ketib qolmasin. Endi bu yerda har xil instrument, umuman xodimlarning sadoqatini oshirish, xodimlarning kompaniyaga bo'lgan bir mehrini, bir oila a'zosidek bo'lib qolishi uchun kompleksli yechim tavsiya qilinadi. Bu yerda bitta hali tabletka bilan hamma kasalni davolash qiyin. Birinchi beriladigan tavsiya, kompaniyaga bo'lgan mehrini oshirishda nima qilinishi mumkin desa, bu xodimni o'zini fikrini bemalol aks ettira olishi. Misol uchun xodim qo'rqmasdan rahbar bilan gaplasha oladi, rahbarga o'zini fikrini ayta oladi. Xodimni misol uchun fikrlari inobatga olinadi. Bu yerda mana shu ham narsa tavsiya qilinadiki, rahbarlarga siz biror bir yangilik qilmoqchi bo'lsangiz kompaniyada, xodimlarni chaqirib bo'ldi, mana bundoq qilamiz desangiz, o'sha narsani ishlab ketish ehtimoli ko'pincha pastroq bo'ladi. Nimaga desangiz, u tepadan kelyapti-da. Aqlli rahbar nima qilish kerak desa, xodimlarni yig'adi-da, o'zini aytmoqchi bo'lgan narsasini xodimlarning og'zidan eshitadi. Misol uchun mana shu o'zgarish qilmoqchimiz. Mana muammoyimiz bor, nima tavsiya berasizlar deysiz. Misol uchun xodimlaringizga uni aytadi, bittasi ikkinchisini aytadi.
Endi o'shanaqa kultura bo'lmasa hamma xodimlar jim o'tiraveradi. Nima desangiz shu deydi. Hmm. Ishlamaydi u narsa. Ko'pincha siz aytgan narsangiz. O'shaning uchun xodimlar qo'rqmasdan o'zini fikrini bildira olsin. Bu narsa qadriyat nuqtai nazaridan ham yaxshi, chunki maslahatli ishda baraka bor deyiladi. To'g'ri. O'shaning uchun nima qilasiz? Xodimlaringiz gapirtirasiz va to'g'ri yo'naltirish orqali xodimlaringiz sizni aytmoqchi bo'lgan narsani ular aytsin, keyin aytasizki, "Молодец" deysizlar. "Давайте shu narsani qilamiz. Yaxshi fikr aytdingiz" deysiz. Shu narsani amalga oshirasiz. Ya'ni birinchisi xodimlar o'zini fikrini ayta olishi. Ha, bu narsa keyin amalga oshishi. Ikkinchisi kompaniyada misol uchun shunaqa bir madaniyat borki, qo'llab-quvvatlash madaniyati. Har bitta xodimingiz biladi, men bu kompaniyaga oddiy sotuvchi bo'lib kelib yo oddiy shogird bo'lib kelib 2-3 yildan keyin men menejer bo'la olaman. Ha, ya'ni o'sish, rivojlanish imkoniyati bor. Rahbar sifatida siz o'zingiz ham ularga mentorlik qilasiz. Ha, yoki kichkina ukangizdek, yo o'g'lingizdek, farzandingizdek ularni kerak bo'lsa to'g'ri yo'lga solib Ya'ni xodimlaringiz biladiki, men bu yerga keldim, 1 yil oldingi men o'zim bilan 1 yil oldingi o'zimni solishtirsam, hozirgi holatimni ancha farq bor. Men o'sganman deydi. Odamlarni baxtli qiladigan narsa nima desa, hani Tony Robbins aytadiki, bu progress deydi. Ya'ni progress bo'lsa odam To'g'ri. baxtli his qiladi o'zini deydi. Demak, bu yana bitta qilish mumkin bo'lgan narsa, ya'ni xodimlar o'sish, rivojlanish imkoniyati bor sizning kompaniyangizda. Va yana albattaki bitta rag'batlantirish tizimi, motivatsiya tizimi, motivatsiya deganda imtiyozlaringiz, to'g'ri rag'batlantirish tizimi bor. Va rag'batlantirish tizimida juda muhim bo'lgan narsa bu adolat. Adolat deganda misol uchun bir xodimingiz bor, 5 million oylik oladi. Keyin 5 millioniga o'zi xursand, lekin qarasa ikkinchi xodim bor, xuddi shu ishni qiladigan, u 7 million olar ekan. Endi 5 million oladigan xodimingiz nima bo'ladi? Motivatsiyasi tushadi. Nimaga desa, o'zi bu inson psixologiyasida bor narsa, odamlar har doim o'zining atrofi bilan solishtirib turar ekan. Men nima ish qilyapman, qancha olyapman, u nima ish qilyapti, qancha olyapti. Ya'ni adolat deganda, demak, siz yoki u narsani ya'ni hech kim bildirmaydigan, hech kim oyligini bilmaydigan qilasiz. Siz aytishingiz mumkin, men buni 5 millionga olib kelganman, lekin uni 5 millionga olib kela olmayapman. Endi men majburman unga 7 million berishga. Endi unaqa holatlarda ichki qoida qilinadi, hech kim bir-birini oyligini muhokama qilmaydi, hech kim bir-birini nimasini bilmaydi. Endi u ochiq bo'lgandan keyin shunchaki unga 7 million berdim, uni ko'zimga yaxshi ko'rinyapti desangiz, albatta bunda bu xodimda aytadiki, adolatsizlik ekan deydi. Ya'ni rag'batlantirish tizimida adolat bo'lishi. Ya'ni bu omillar hammasi kompaniyaga bo'lgan sadoqatni, kompaniyaga bo'lgan o'sha mehri, motivatsiyasini oshishiga bu narsa yordam beradi. Endi siz nimadan savol chiqdi? O'qitish kerakmi, o'qitish kerak emasmi? O'qitish kerak, lekin endi siz nima qilasiz? U o'qib kelgan xodimni ko'p yil sizda qolishga harakat qilasiz. Yana bitta endi instrument bu, hali qonuniy tarafdan bu narsaga ham imkoniyat bor ekan. Siz masalan rahbar sifatida xodimni o'qitasiz, lekin u bilan kelishuv qilasiz. Hozir sizga shuncha investitsiya qilyapmiz, o'qityapmiz, kursga yuboryapmiz, chet elga yuboryapmiz va hokazo. Lekin agar 2 yil ichida ketib qoladigan bo'lsangiz, yo 3 yil ichida ketib qoladigan bo'lsangiz, bu xarajatlarni qoplashga to'g'ri keladi degan qanaqadir bir bog'lash yo'lini ham o'ylab qo'yishingiz mumkin. Ya'ni xodim nima qilsin? O'qib kelgandan keyin, malakasini oshirgandan keyin siz endi uni hosilini ko'ring. Hosilini begonalar ko'rmasin degan ma'noda. Zo'r. Ya'ni shu instrumentlarni qo'llash tavsiya qilinadi. Zo'r aytdingiz. Haqiqatan ham mana bu boshqaruvda 2 xil boshqaruv bo'ladi deydi-ku. Boss boshqaruv bor, lider boshqaruv. Ya'ni lidercha boshqaruv. Ularning fikrini eshitib, to tizimga tushib olguncha nima qilish kerak ekan? Albatta. To'g'ri aytdingiz. Yaqinda ham Dubayda nima bo'ldi? HR bo'limi, ya'ni nima qilayotgan, ishga olayotganda aytayaptiki, agar oyligin nechta pul oylik olmoqchisan deydi. Menga bo'laveradi desa, unday odam ishga olmagin deyapti-da. Ya'ni u odam shunaqa bo'lish kerakki, o'zini mutaxassisligini bilish kerak deydi. U yuqori segmentdagilarga. Boya haqiqatda to'g'ri aytdingiz. Men hozir tugatib qo'yay. Bitta kompaniya, ya'ni yana chet eldan kelgan franchizaga to'xtalamiz, chunki ular 100 yildan beri o'sha muammolarni duch kelib to'g'rilagan. Bittasi aytayaptiki, nech pul oylik olasan? Xo'p, 15 million. Lekin deyapti, har oy 9 milliondan olaman. Oxirgi oy, dekabr oyida 80 million qo'shib oxirgi beriladi, 89 million qilib beriladi. Ya'ni oyma-oy 9 milliondan beriladi-da, oxirgi oyda 89 million beryapti. Ya'ni yillik shartnoma qo'yilyapti-da u bilan. Ya'ni bu birinchidan bu kadrda ketib qolmasligiga sabab bo'lyapti, ham oxirida 80 millionni o'ylaydi-da, ya'ni ham chuqurroq ishlashga harakat qiladi. Endi u
yilni o'rtasida ketib qolsa, u 80 milliondan quruq kuyadi. qoladi. Yo'q, quruq qoladi. Yarmini ham olmaydi. Olmaydi. Kelishuv shunaqa bo'lganda, Ha, zo'r. oxirida deydi 80 millionni olasan. Ya'ni Zo'r. oxirgi oy dekabrda 89 million so'm olasan deydi. Zo'r. Bu endi motiv bilan. Bu mana qarang, men ko'pincha mana darsda ham biz aytamiz, uzoq muddatli bonus tizimiga bu yaqqol misolda. Kimdirlar aytadi, men misol uchun deydi, yaxshi ishlagan xodimimga deydi, mashina olib berdim deydi-da. Yaxshimi? Yaxshi, mashina olib berganim. Mashina sovg'a qildim deydi. Lekin deydi, sovg'a qilganimdan keyin deydi, bu cho'ta aynib qoldi deydi. Ketdi deydi. Ha, cho'ta aynib qoldi deydi. Chunki endi uni yo'qotadigan hech narsasi yo'q-da. Mashina o'z nomiga olib oldi. Ya'ni nima? Qo'rqadigan hech narsa yo'q. Men aytamanki, shuni o'rniga deyman, sizlar uni teskarisini qilishingiz kerak edi. Nima qilish kerak? Mashina sovg'a qiling, lekin deyki, mashina bu kompaniyaning nomida turadi. Ya'ni sovg'a bo'lib sizning nomingizga sirazu o'tkazib bermaymiz. Mashinani sizga beryapmiz haydab turishga. 5 yildan keyin sizning nomingizga o'tkazib beramiz. Faqat 5 yil ishlashingiz kerak. 5 yil ichida qanaqadir o'sha ko'rsatkichlarni olishingiz kerak, oyligingizni olasiz, bonusingizni olasiz, lekin bu yana sizga uzoq muddatli qo'shimcha bonus. Zo'r. 5 yil ichida ketib qolsangiz, unda mashinani tashlab ketasiz. Yoki kichikroq sovg'a qilib 3 yil masalan. Ya'ni Zo'r. misol tariqasida aytmoqchi bo'lganim, uni nomiga shunday o'tkazib berib o'rgandan ko'ra, u narsani bog'lab qo'yish mumkin. Zo'r. U endi u mashina 5 yildan keyin o'zimga qolar ekan deb uni avlab, ya'ni asrab haydaydi, avaylab haydaydi. Ikkinchi tarafdan o'ylaydi, men deydi, yana 1 yilim qoldi, 2 yilim qoldi, yana ishlab bersam, men mashinali bo'lib qolaman degan narsa. Zo'r. Katta rahmat Kozimxon aka, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun. Bugungi endi suhbatimizga bir yakun yasaydigan bo'lsak, hozir O'zbekiston bozoriga yana aytamizki, franshiza kirib kelganligi uchun biz muvaffaqiyatga erishgan franshizalarni HR bilan O'zbekistondagi hozirgi HRlar nimalarga e'tibor berish kerak yoki qanaqa bo'lish kerak, shu bo'yicha bitta xulosangizni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Ya'ni suhbat davomida aytganimizdek, siz kompaniyani franshiza holatiga keltirib franshiza beradigan bo'lsangiz yoki yo'q, men bitta filial qilib o'zim ishlayman desangiz ham, men tizim qo'yishni tavsiya bergan bo'lardim. Endi tizimda umuman aytdik, HR roli juda muhim dedik. O'zi HR kelgandan keyin, kompaniyangizda HR bo'lgandan keyin nimalar qilish kerak degan narsa, mana biz ko'pincha kursimizda aytamiz, biznes egalari kelib o'qisin. Nimaga desa, shunaqa holatlarga duchor, ya'ni ko'ramizki, biznes egasi aytadiki, men deydi, yaxshi HR olib keldim deydi, $2000 oylik to'ladim. 2-3 oy, 4 oy ishlagandan keyin baribir xayrlashishga to'g'ri keldi deydi. Nimaga desangiz, birinchidan men unga nima vazifa berishni bilmadim deydi. O'zi HR nima ish qilish kerak kompaniyada? Hech qachon HR bo'lmagan. Shuncha oylik beryapman, lekin nima ish qilish kerakligini men bilmayman deydi. Ikkinchisi, men uni deydi, o'sha to'g'ri vazifa berib kontrol qila olmadim deydi. Nima menga u qilib berish kerak? Xo'p, mana HR oldik. Mercedes oldim-ku, lekin uni qanaqa haydashni bilmayman deganda. O'shanga o'xshab biz aytamizki, biznes egalari o'zi bilsin, birinchisi kelib bizda o'qisin deymiz. Nimaga? Chunki bilsin, unga ertaga HR olsa, unga qanaqa vazifa berish, qanday boshqarish, unga qanaqa to'g'ri tizim, KPI qo'yishni bilsin. Chunki HR o'ziga ham to'g'ri KPI qo'yish kerak-da. U sizga o'sha kutgan natijangizni, tizimni qo'yib berish uchun. Endi mana xalqaro tizimlashgan kompaniyalarda HR 3 ta asosiy roli bor. Ya'ni yo'nalishi. Birinchisi bu o'qitish va rivojlantirish tizimi. Hali biz aytganimizdek, xodimlarni qanaqa o'qitamiz, ketib qolmasligi uchun nima qilamiz? Ikkinchisi xodimlarni rag'batlantirish tizimi, ya'ni compensation benefits deydi. Ya'ni maosh imtiyozlar tizimi. Xodimlarimizga qanaqa KPI qo'yamiz, qanaqa oylik beramiz, qanaqa imtiyozlarimiz bo'ladiki, xodimlar bizga bog'lansa, halidagi qisqa uzoq muddatli bonuslarimiz nima bo'ladi? Va uchinchisi bu ishga olish va adaptatsiya tizimi. To'g'ri xodim kirib kelsin kompaniyamizga va u xodim tezda ishga ko'nikib bizga foyda keltirishni boshlasin. Mana 3 ta asosiy yo'nalish. Endi 4-chisini men o'zim qo'shib qo'yganman. Bu bizning O'zbekiston uchun kerak bo'ladigan bu HR kadroviy dел производства deydi, ya'ni HR legal deymiz biz uni. Halidagi qonuniy nuqtai nazardan xodimlarning hujjatlari to'g'ri bo'lishi va hokazo. U ham endi HR bo'limining ichida bir kichkina yo'nalish qilish mumkin, lekin asosan bu xodimlar bilan ishlash bo'lishi kerak, HR vazifasi. Rahmat Kozimxon aka. Xo'p, aziz kuzatuvchilar, biz niyat qilganimizdek 3 ta yo'nalish bo'yicha biz ekspertlarni 3 ta yo'nalish bo'yicha
spikerlarni, ya'ni suhbatga chaqiramiz degandik. Bular kimlar? Franchayzerlar, bu franshiza egalari va franchisinglar, ya'ni franshiza sotib olganlar. Ular qanaqa yondoshish kerak degan ma'noda suhbat. Va uchinchisi bu ekspertlar, ya'ni biznes ustunlari bor. Moliya bo'limi, marketing, HR, IT o'sha usullar bo'yicha mutaxassis bo'lgan ekspertlarni taklif qilib, sizlar uchun xudo xolasa manfaatli suhbat qilamiz deb niyat qilgandik. O'shandan bugungi mehmonimizni HR bo'yicha mutaxassis Kozimxon aka edi. Bugungi suhbatimiz agar manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.